Voy. Qanday ahvolingiz? Ijod direktor yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshimi. Gel uçuruşup kaldık-ku. Men ag'inam bilan 2 gram qilib qiqishgan. Ara sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu yoq Nijat direktor bo'ldi. Bu yoq ag'inam Adil. Yaxshimi? Sizmi bu yerda yurasiz? Bir avarchilik qilishga o'xshamamsiz? Ha, kichik ish. O'zim hal qila olmayman. Bo'lsin, meni yurag'la. Ne bo'ldi? Yana bir ish bormi-da? Ya maqsad qilib bulutga qaram. Ha. Lekin ana maqsad bo'ldi. Ha? Buni tanımsizlar? Mana gap Nijat direktor. Bu ayolimning institutidan. Sizni xalq qilib qo'ygan bo'lsa, mushning o'rnida men sizdan bir kechirim so'rab olgan bo'lsam, ma pulni men to'laychi bo'ldim. Hey, bu yerdagi pulning ishi emas, qara. Ma'vu toza bir tarbiyaga o'mgan nima ekan? Uning ustiga gapini yo'g'onliq edigina. Bo'ldilar, bu ishuncha saqchilik qilsinchi. Herkes unda qilmang Nijat direktor. Herkes unda qilmang. Ma bola yoshlik qilib qopdi qaram. Men tarbiya qilay. Bir qatam meni yuzimni qiling. Ey, azroqli gap qilib qo'ysam, tas qil deyman, mushat qil deyman. Ey, hammadan ochamning eri deb o'ylab qoldingmi? Mushasan bo'laver deb. Kechirim so'rg'ina. Bo'la ishtikida saqchi kelmayaga. Bo'la qarab turmay. Kechiring aka. Kechirim aka. Tuzal kechirim so'ramamsa. Kechiring aka. Anglimidoq. Kechiring. Qara. Ma akangning yuzi o'p qoldi. Bo'lmascha, bugun qonuniy javobgarlik tortildan. Bildingmi? Bildim aka. Qara. Pravsiz mashina edash, faqat chiq-chiq qildigan ish emas. Meni yaxshi tarbiya qilib qo'yinglarmi? Bo'ldi, Nijat direktor, bo'ldi. Biz shunday qilamiz, cho'qim shunday qilamiz. Meni remont qilib kerak yo'q. Ma'qul. Atapoltik. Qanchalik qarshi ishlaydigan laqvaka bu. Adash. 2 kilimiz aroq ichib oldik degina. Deyja chaqira, shuni ketaylik. Voy, bu kashda haydab ketaylik. Adash, sen mushunda haydab osmonga chiqaydiganmi? Yo, buning pravini so'msa. Chaqirib qoldim. Mana mashina chiqib saqlab turlik. Chiqay mashinaga. Oldiq chiqa. Elimi tunish chiqib qoldik. Bumiz qanday qilib o'tdikna? Bu Nijat direktor degan kim o? Ra'naning loyiqi. Ra'nana? Ha? Qaysi Ra'nana? Asana xizmatdasha? Ha? Zaruriyat bo'lmag'achqa, sana men uni tunaydim demedim adash. Amaliyotda men uni tunatdim. Qara, tunish o'g'ashqa ma ish shunda ishtigal oldi. Demak, puli xili ko'pganda bu Nijat direktorning ha? Bu degan cho'ng guruhning istiqboli va odami adash. Ey, buningdikicha yama aqmanchining gapini menga dema. Degandikan, shabalaqlashgani qo'yg'ili qo'y. Endi unda bo'lmaydi adash. Laqma. Men mangdim acha. Xo'sh. Tamam Safkam. Ay bir ishning peshini tutib bir ish o'rgansang bo'ldi, sen bundan yuravermay. Ma'qul, to'g'ri qarchi, ma'qul. Xo'sh.
Akşam kış tügüdü. Hatırlayacağım bulun ha. Ha. O şopurluk kızıksa, ben mektep okuşup, para algan pulunu төлep berey. Avar olduğun buldunuz. Ne hadi gapni qildi ekansiz? Bu diye o'zini fokus tutsa. Og'rirdimi? Alsam bu idoranızga berib, sizni avar qilib sizga bir ish bo'lmagandi? Ha yaqin. Akish degan bir ashkim o'sh deganga. Ner turing. Qayda olaman ajini? O'ylasamla nervam o'rlaydi. Voy sizni menga qo'l tekkizay deb o'ylab boqmabdi ekanman. Bundan hargiz unday qilmayman. Bir qitim bo'lg'ach, ming qitim bo'larmiki? Bundan hargiz unday bo'lmaydi. Sizga va'da beray. Kechiring ha. Unda oson kechiradigan ish yo'q. Har qanday jazoga tayyor. Jarimani 2000 qo'y. Paravsiz mashinani iningizga desa, jarimani men to'layman dega. Ha. To'lasan bo'ldi-ku. Pul sotadigan gapdi. Vay, arkadaş, ciddi iş kim olkan lazım okulu ata. Ata kurtuldum ay. Nima? Jarimani. İtüvette? Yana so'g'ib bersizmi? Beray. Ben bilgan. Beray. Adil, tez bo'la. Nashliq so'rib ketadigan bo'ldi. Men seni chaqirmoqchilik, tushkichilik yatam sana. Bo'la tez. Hozirgi yosh bola nimani o'ylaydigandu? Qilgan ishning tayini yo'q. Qachonlar qarsa yerib ketdim ne degan. Kela. Ha, deganda men tommoqdim so'zlamay apa bo'ldi qilma. Sancho qara. Yaxshi bo'lsin deb so'zlayapti men. Undaq bo'lsa, jiq so'zlamaydigan, oz so'zlaydigan qizdan birini tezroq akirmamsa, Yana başladın ha, hocam. ajba degan gapim xatoma, ha? Qachon ishlatmishlar yuriysan deyman. Mana apa. Sualingizga naq javob chiqdi. Mutaxassislarning deyishicha, ma 3 xillik odamning bo'ytaq qilish nisbati nihoyat yuqori ekan. Birinchisi, aqlli, kelishgan, shay bolalar. Ma'niga ben tez tushib ketmaydiganman. Ikkinchisi, aqlli, sezgir, mustaqil tafakkur qilish iqtidori nihoyat yaxshi bolalar. Ma naq men debdi, Undaqda bolam birisini topdingmi? Voy apa. Hozir turmush qurishga bak ko'p desmay ketdi. Azaq vaqt turing ha. Vaqt berdim-ku jinim bolam. Yana buningdan boshqa qanchalik vaqt berma. Ay yezdagi bir navri inlaringning hozir 2 bolasi bor. Sen qachon ishlatmishdan so'rilib yuriysan deyman. Apa, bu degan shahar. Izi bilan shaharning bayasini siz to'g'ri bo'lmaydi. Uning ustiga hozir bir muhabbatlish uchunla pul ketadi, vaqt ketadi, zehn ketadi. Tig kelishgan bo'lmasangiz bo'lmaydi, gapdan bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yana azroq ko'rinishingiz bo'lish kerakdir. Voy, bo'ldi. Men sen uchun gap qilmayman. Buningdan keyin men sen hech qanday ishingga aralashmayman. Bo'ldi. Qanday qilsang qilay bo'ldi. Voy apa, mendan cho'ng og'inlarimni tig poytaqqa aldirmay qilmiz qilsam bo'ldi. Bo'ldi. Men cho'qara endi buningdan keyin hech qanday ishingga karim yo'q. Nima qilsang qilay bo'ldi. Apa, deganlik ko'ngilsiz gaplarni demisangiz-chu. Men to'y qilsammi bo'ldi-ku. Qanday qilsang qil. Hech qanday ishingga aralashmayman dedim bo'ldi. Qanday qilsang qilay. Hech qanday ishingizga aralashmayman deydi ekansiz, do'stlarcham birkiga. Vafosiz o'g'il, yetim ona degan mazmunni bak yo'llaysiz-ku. Buningcha qara, sen bilan hech qanday munosabat yo'q. O taz munosabati bor.
Siz unda mazmunni yo'llaversangiz, bizning tuqqanlar, do'stlaringiz ko'rsa, meni sizga qaramaydi ekan. Tazda vafosiz bor ekan deb qamam deb. Uning ustiga qara. Singlim ishkirda o'qiyotdi, u mazmunlarni ko'rsa, uning besim qilib qo'ymas. Bilaman apamiz, dadamdan kichik qoldik. Siz singlim bilan ikkimizni boqib, o'qitib, endi bo'lganimiz to'yini qilib berdi, ham yaxshi kun ko'rsa deb o'ylayapsiz. Rahmat, jinim opa. Cho'qim sizga yaxshi javob qaytarmas. Lekin shuni o'ylab baqdingizmi? Mana hozirgi jamiyatimizdagi taraqqiyotlar bizga nurg'unlagan qulayliklarni olib kelgan bilan, bizning turmushimizdagi va jamiyatdagi, xizmatdagi, muhabbat masalalari sizlarning davronlikdan ko'p murakkablashib ketdi hozir. Ba'zida sizga demayman, lekin shu putqo'lam charchamagan bilan qalbim bek charchab ketdi. Shunga opa yana desam, yana shu ozroq vaqt bering. Men sana dedim-ku, endi sening hech qanday ishingda mening karim yo'q. Qanday qilsang qil, hech qanday ishingda karim yo'q. Yana qiydab qoldi. Opa, aram bir demaganda qiydimanga. Bunday qilib bo'lmasa, men bugun demagandiki, siz baza aylantirib keryapman. Aylanmayman. O'zing berib aylan. Hech şey qilmayman. Bo'ldi, opa, bo'ldi, endi o'jon. Sen mustaq aklar qancha vaqtni qo'ldan ketkazayotding, ha? Ha? Degan avval baza aylanlar. Tushda uy tamoq qilmanga ashu. Bazadil tamoq yedi. Men bima qilaman. Bormayman. O'zing bor. Men bormayman. Omoq opa. Ishim bor. Menga. Mening qilgan nurg'un ishim bor. O'zing. Men Ama- hech qanday ishim aralashmayman dedim. Bozorga o'zing bor, hamiyaga o'zing bor, ishiga bor. Opa. Menga bozor Sen chiqina. ketib bo'lmay, o'zim yig'ishtirib. Voy yo'q opa, siz kiyimni ishlab chiqing, men kiyimni ishlab chiqay ya. Bozor bormas. Tamam, çıkardık ya. Man kinalay. Kinalay. Aslan öyle. Ha. Tutada ayın mı? Qancha? Bu 450 ekan. Buchi. Mau 650 ekan. Agar yoqtirgan bo'lsangiz, shundan yapma. Ha? Yashirib ketsiz. Mishir qashlab turing. Biroq bolam, eng yaxshi pulni sen o'pdan saqlab, bo'g'iz kelinimga lazimatlik qilgin. Voy, opa, vaqt kelsa uningga olib berma. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, ilavering. Mishir qashlab turing. Maqlasmi shuni olay. O'g'lingiz ajab yaxshi ekan-da. Shu. Rahmat qizim. Qizim, siz to'y qildingizmi? Qancha yoshga kirdingiz? Meni 2 yoshga kirgan o'g'lim bor-da. Opa. Bunlar yaxshi oylik layla. Maqrat. Hadi varsan şunda konuşalım. Balam kepsizmiki? Bala bolsa sho'x bol, bo'miz yo'q bol deydi-ku. Sho'xroq bo'g'ini sog'lomlikni isbotlaydi. Shu, keyinroq sizni charchitib qo'yamdi deb ansirab qoldim. Ayol kishini bola emas, bolaning dadasi qopib qo'ydi. Nima? Gap anglang deyman. Xo'p, xo'jayin, bo'ladi. Kulishini. Qara qo'yinchiqlarga ko'rib boqaylik. Qo'yinchiqlar bo'lamdiki? Ga? Qizim, qara. Endi-chu, uchimiz birga berib tomoq yeb kelaylik bo'lamdi? Opam bo'lmabdi. Balam. Qani opangizmi-chu? Opangiz o'xshash. Rasma? Rost shunmisini so'rab ketma.
Benim de tanışına bilemsin. Ha, qizim, lekin sizga foydasi, ziyansiz bo'lgan narsani olib bermayman-ku. Siz mi ablam tekkensiz? Voy, yaxshi keldingizmi? Nasıl kötü? Ya. Hey, hem tamak yiyip gelen mi o? Şunu. Ceza yok emas to'g'ri? Chiroylining boshqachalig'i. Shu qaraydi. Balijo, Ijodat chiqib ketdi. Kızım, bu adınız yakışım ki? Yaxshi ekan. Gel bak, gel. nima ish qilib boldiroq demaysan menga? Tanavini o'zim tortatdim emasmi? Hey, emizchu, bunundaki Rana apa deb chaqiran bo'lamdi. Baqo. Yana balam, yana, elan. Ajrashsam bo'lmaydi, acha. Balam uchun bo'lsin ajrashmayman. Chiroying qarg'ina ukam. Samandek sarg'ayib ketibsan. Balig'im shu salomatliging yaxshi bo'lsa ana bo'g'il bo'la. Dadisiz qo'ymayman deb ichingga yutib og'rib qolsang, atugin bo'g'iliq shu balg'a bo'lmamdi. Ajishib ketdiginim xatomi seni? Sen diyemasan, uni o'zim deyman. Acha, men sen meni ajrashtirg'il chaqirmading. Bir yerimda muldishamizmikin deb chaqirdi. Lekin bundaq turmush qandoq bardashlik berib o'tib ketgan bo'ladi? Balam deb chidab o'tib ketishning o'rni bormi? Seni ajishib ketdiginim xato bo'ldimi endi? Sen degan bir yop-yosh ayol tursang, o'zingni o'ylab qo'yishing kerak-da. Acha, sen ajrashib ketding. Sening o balang yo'q. Cho'ng acham ikki bal bilan ajrashdi. Bu o'g'liq kimga bo'ldi? Ballag'i bo'lgandi. Apam bu yoshga kelganda endi menmi ajrashib ketsam? 3 yillik qizi ajrashib ketdi degan nomni ko'tarib apam nada yuriydi? Uning eg'ir kelmamda. Biz dadisiz cho'ng bo'ldik. Balamni undaq cho'ng qilmayman. Amaliyat esa uni hozirmi yaxshi ko'rsa shundaqmi? Amaliyat seni onam, balam deganlaringning hammasi yolg'onki. U sana qanchalik eskilik qilgan seri yanili mehrini o'zamay aytibsa, biz ayol kishi degan u shundaq tavxu. Eskilik qilgan seri chaplashib oldigan. Menga ishon acha. Menda uning nisbatan hech qanday hissiyat qolmadi. Hatto nafratlanishmi qo'shaqmaydi. Ayollik munosabatning buzilishi xuddi to'k ketgan to'nglatqining ichidagi yemeklikka o'xshaydi ekan qara. To'nglatqida xatolik yo'q, yemeklikda ham xatolik yo'q. Lekin to'nglatqida to'k yo'q. Nijat ikkimizning munosabati hozir xuddi shu to'k ketgan to'nglatqiga o'xshaydi. Aramızda hech qanday hissiyat yo'q. Kızım, bugün çok hoş oldunuz mu? Nasıl hoş oldunuz mu? Ras? Umalıkın. Bilal. Şirketkiler uruptu. Allah'ım ço, adamda bir gün aramı da koymaydı. Kızım, Rana apanız hoştan. Hoş. Sizler ço yana neç gündekin görüşsüzler. Buldu. Hoş canım. Xo'sh balam. Hoş. Vay, yaxshimisiz? Ha, boya qo'lim rol deydi. Ha, sat oldi. Nima? Ha, bo'ldi. Men cho'qim borman. Ma'qul shu yerda ko'rishaylik. Qaytamdi. Ketdik, ha? Qani qizim. Yollarımızın sille önüne. Bugün şu hoş buldunuz mu? Rasma? Ras hoş buldunuz? Ay, yaxshi. Canım. Vay, ödüm imam bakende. Bir anlam. Yaxshimi balam? Yaxshi. Yaxshi yemek keldingizmi qizim? Men chiqmadim acha. Ben çok alam. Ben işligidi var mı? Apanızı kapılmayı burun uxlan bulamdı. Hı?
Gap ağla ha. Maqama, xo'sh. Nima ish qilyapsiz? Telefoninglar. Bu yoq bo'lsa Ali, bu yoq bo'lsa mushqatimqimish turninki filologchisi Nejat direktor bo'ldi. Nejat direktor bo'lmagan bo'lsa bizning bu qattiq hamkorligimiz bo'lmaydi. Shuning uchun mush fursatdan foydalanib men sizga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman, javob topdingiz. Bundan keyingi hamkorligimizning texnik ko'ngilli bo'lishi uchun qanaqsa? Hamkorligimiz uchun. Bo'lsin, ha? Ani, ağaç atalım. Nejat, Nejat atatmanız. Ani, ya. Bilgim çoxum yaxşı görürsünüz mi neyme? Ha, bo'ldi. Ya. İlan? Meni aylantirib ekanmamsiz? Bo'ldi, aylantirib kelay. Ayolingizning qo'rqadiganingizni bilma, lekin xotirjam bo'ling, xizmat ishi. Nima gaplarni qildi ekansiz? Juro. Kül qiz o'gay opasi ham o'gay ochilaridan burun uyga berib olish uchun soat 12 da shugurab uyga qaytmoqchi bo'lganda Xristal oyga suyak tushib qopdi. Appa? Men aşkı apam bama. Yaqay, kim shundoq deydi? Dadam shundoq deydi. Qachon? Abi, tamoq yeganda shundoq deydi. Bir da chiroyli ajal opangdan deydi.